Assalomu alaykum barchaga, barcha kuzatuvchilarga va qadrli o'quvchilarga. Sizlarga darsni boshlashdan avval bir ajoyib surprizim bor. Bilasizmi? Biz sizlarga Badavlat ayol loyihasi bilan shunaqangi bir platforma yaratdikki, ana shu O'zbekistonda jamiki o'zini bilimlarini ustasi bo'lgan va hozirgi qilib turgan ishlarini eng ilg'or ekspertlari bo'lgan komanda to'plab barcha O'zbekiston ayollariga va umuman o'zbek tilini tushunadigan, o'zini hayotini o'zgartirmoqchi bo'lgan ayollar uchun bilimlar jamlanmasini tayyorladik va uni nomi Badavlat ayol premium kanali. Sizlarga, ya'ni aytmoqchi bo'lgan surprizim shundaki, biz sizlarga jamoamiz bilan Badavlat ayol, ya'ni communitysi yopiq premium kanalini tavsiya qilmoqchimiz. Nimaga? Bir yilda 48 ta eng zo'r spikerlardan siz bilim o'zlashtirasiz, tajriba o'zlashtirasiz va bu communitymizni, bu yopiq premium kanalimizni afzalligi shundaki, u yerda kuratorlar bo'ladi, u yerda biz spikerlar bo'lamiz va siz yozgan savollaringizga, ya'ni o'zimizdan to'g'ridan to'g'ri javob ham olishingiz mumkin va har bir ana shu spiker bo'lgan, ekspert bo'lgan, o'zini ma'lumotlarini auditoriyaga qo'rqmasdan olib chiqayotgan ayollar, opa-singillar, ular hammasi bu bilimlarni xuddi menga o'xshab hayotida avval tajriba qilib ko'rgan. Побочный effektlarini bilamiz, qayerda qanday uni to'g'irlash kerak ekanligini bilamiz, texnikalarni qaysi holatda bajarish kerak ekanligini bilamiz. Ya'ni ana shu Badavlat ayol loyihasidagi ekspertlar hammamiz sizlarga bilimlarimizni va tajribalarimizni aynan ana shu plyus minuslarigacha o'rgatamiz. Va biza bu bilan, ya'ni nima xohladik? Badavlat ayol proyektini o'zi maqsadi nima? Bizani maqsadimiz O'zbekistondagi ayollarni bilim darajasini, moliya darajasini, farzandlarimizni ilm darajasini, sog'lig'ini, ya'ni yuqori o'ringa ko'tarish. Biza o'zbeklar o'ziga bekmi? Вот именно o'zbek ayollari hammasi badavlat ayol o'zi aslida va ana shu badavlat ayol ekanligini o'zini ichidan kashf qilishi uchun biza ekspertlar birlashdik. Biza bitta community qildik va ana shu communityga sizlarni taklif qilmoqchiman. O'zbekistondagi eng zo'r ekspertlar, hatto men qolgan endi o'zimni hamkasblarimni ana shu ekspertlarni hozirgi darajadagi ekspert bo'lishlari uchun va ommaga chiqib bilimlarini bera oladigan darajaga yetib kelishlari uchun qancha pul sarflashganini, qancha hayotiy bir vaqtlarini, umrlarini sarflashganini endi hamma bilan baribir suhbatlashishga ulgurmaganman. O'zimnikini aytaman, 10 yil umrim ketdi. Qancha hayotiy g'urralar orttirdim. Natijalarini to'g'rilab bo'lmaydigan ba'zi bir xatolar qildim, lekin hozirgi kunda o'quvchilarim ana shu xatolarni qilmasliklari uchun affirmatsiya texnikasi bo'ladimi, tam vizualizatsiya texnikasi bo'ladimi, вот именно aynan meni e'tiqodimga, ya'ni shu islom e'tiqodiga to'g'ri keladigan, kelmaydigan tam texnikalar что где как. То есть men hamma shubhalarimni javobini topmagunimcha, ya'ni biror bir texnikani bajarmadim va eng kamida $35,000 dan ortiq pul sarflaganman faqatgina o'qish uchun. Hozirgi kecha kunduzda ham men Moskovskiy psixoanaliz universitetida детский nevropsixologiya, ya'ni bolalar nevropsixologiyasi fakultetida o'qiyapman. Xudo xolasa sentyabrlarda diplomimni olaman. Вот именно endi qaranglar, biza sizlarga bilimimizni sotish uchun o'qimaganmiz. Bizga уже yoqadi bu narsa. Chunki biza bu bilimni ta'mini o'zimizning hayotimizda ko'rdik. Hozirgi kungacha kimlar dars berdi qizlar? Nafisa Olg'irova, Shadisha, Shodiyona G'aybullayeva, o'zimni yaqin o'rtog'im. Biza doim o'tirganimizda prям maza qilib, aynan shu psixologiya, energiya, tam podsoznательный programmalar haqida juda ham ko'p gaplashamiz va maza qilamiz. Biza o'tirib qolsak bo'ldi, to есть faqat psixologiya haqida gaplashamiz. To есть bizani gapirish tilimiz psixologiya. Zevar Tolibovna, ya'ni juda ham zo'r o'zlarini yo'nalishlarini prям zo'r ochib beradigan mutaxassislarimizdan bittalari. Madinaxon Nig'matullayeva, ko'rgan bo'lsanglar, biz bular bilan ya'ni bir 4-5 ta podkastlar qildik. O'zini yo'nalishi bo'yicha bilimlarini
chiroyli va aynan o'sha oldin uni suxandonlik, ya'ni tajribasi borligi uchun o'qigan bilimlarini chiroyli qilib yetkazib bera oladi auditoriyaga. Keyin Umidaxon Anvarovna 7 yulduzli biz bular bilan birgalik mingtalik o'sha auditoriyaga chiqqanmiz. Bular ham 8 ta bolani onasi bo'lishlariga qaramasdan o'z ustlarida ishlashdan to'xtamaydigan opamizdan bittalari. Tak, Muxtasar Nazarova o'zlarini ishlarida bular ham ya'ni ilg'or bir mutaxassis deb bemalol ayta olaman. Nilufar Qodirova qarshingizda, niskiy poklon. Sizlarni Alloh roziligi uchun yaxshi ko'ruvchi, 10 yil вот именно o'zini tajribalaridan o'tib, davlat proyektlarini amalga oshirib, ana bu xohladi, hayotida amalga oshdi darajasigacha Allohning izni bilan kela olgan bir Allohni erkatoy bir ekspertiman. Sizlar uchun aynan bor haqiqiy bilimlarni berish uchun o'zi men bu yoqda otga minib chiqqan ekspertlardan bittasiman. Va Gulnoza Najmiddinova bular ham o'zlarini ishlarini ustasi, hamma o'zini fikrini prям to'laqonli chiqarib beradigan zo'r spikerlarni tanlaganmiz. To есть biz hammamiz bir bo'lganmiz. Keyingi haftadagi ekspertlarimiz Muxtasar Nazarova, Umida Qadiriy, Shoira Pamisakova, O'zbekiston Respublikasi Psixologlar assotsiatsiyasi a'zosi va boshqaruv a'zolaridan bittasi. Keyin Malikaxon Nimatjanova. Zo'r psixologlarimiz. Xudo xohlasa, mana shu hozirgi kelib turgan haftamizdagi ekspertlarimiz. Ana shu premium, ya'ni bizning community yopiq kanalimiz siz uchun 1 yil davom etadi. Ya'ni 1 yil ichida siz 48 ta ekspertni bizga, ya'ni o'sha biz sizlarga o'tib berayotgan va o'tib beradigan darslarimizni barchasini qaytadan ko'rib chiqishingiz mumkin, o'zlashtirishingiz mumkin, konspekt qilishingiz mumkin va haliroq aytaman, bitta zo'r surprizimiz bor. Offline ko'rish ehtimolimiz bor sizlar bilan. Demak, agar qizlar, matsab, tadam qiling. Darsimizning oxirigacha masliga tayyorlab qo'ygan mavzuyimizni, ya'ni o'tib bergunimcha siz agar hozir ana shu yopiq community kanalga men bilan suhbatlashish uchun va yana qolgan meni dugonalarim bilan, opalarim bilan suhbatlashishni, bizning bilimlarimizni prям sug'urib olishni xohlasanglar, darsimizni oxirigacha agar ro'yxatdan o'tsangiz, sizlarga bizning zo'r surprizlarimiz bor, sovg'alarimiz bor. U nima? Premium kanalimizning o'zi boya aytganimdek $800,000 emas, $10,000 emas, $100,000 emas, 2,400,000 so'm qilib o'zi baholaganmiz. Lekin bugun biz sizlarga uni aynan mana darsim hozir tugagunicha muhlat 800,000 so'mga joyingizni band qilib, ya'ni 50,000 dan eng kam summa 50,000 bo'lsa, ana shu to'lov qilib chekini menejerlarga jo'natsangiz, sizlar ro'yxatdan o'tasizlar va 800,000 so'mga ega bo'lasiz. 1 yil biza bilan bitta kanalda community O'zbekistonni o'zgartiradigan eng zo'r ilg'or ayollar safida bo'lish. Uni havosi prям maza, lekin qizlar gap bo'lishi mumkin emas. Balkim keyin meni o'zimni zakrytый communityman bor. U yerda aynan men biznes womanlarni yig'ganman. Bu yoqda o'qib, o'zingizni, ya'ni bizneslaringizni ozgina yo'lga qo'ysangiz, keyin men o'zimni zakrytый communitymga olaman. O'tda biz sizlar bilan lekin ancha-muncha ayollar havas qiladigan to'polonlarni qilamiz. Tak, ketdi. Birinchi sovg'amiz demak 2,400,000 emas, 800,000 so'mga kanalimizning a'zosi bo'lishingiz mumkin. Yana zo'r, ya'ni nimamiz, bizlarni sizlarga taklif qiladigan holatimiz bo'lib to'lash imkoniyatingiz bor. Ya'ni 3 oy, 6 oy, 12 oy uzum, ya'ni nasiyadan biz sizlarga shunaqa sharoit yaratdik. Bemalol ana shu bilimlarni o'zlashtirish va bizlarning safimizda bo'lishingiz uchun biz maksimal darajada harakat qilyapmiz. Dekabrda boya sizlarga aytgan eng zo'r yangiligim, Xudo xohlasa bitta katta forum bo'ladi. Offline ayollar uchun badavlat ayol forumi bo'ladi va ana shu forumda sizlar ana shu yopiq community a'zosi bo'lsangiz, 48 ta ekspertni o'quvchisi ham bo'lasiz, ham tajriba almashasiz, ham networking bo'ladi. Plus yana sizlarga tekin bilet.
4-chi sovg'amiz, doimiy ravishda sizlar kuratorlar bilan birgalikda bo'lasizlar va, biza o'zimiz ham ekspertlar ham o'sha kanalda bo'lamiz. Vaqtimizdan, ya'ni kelib chiqqan holda albatta savollaringizga javob beramiz va biza sizlarga bergan vazifalar ham olasizlar. U yerda prosta dars o'tib berilmaydi, vazifalar beriladi va vazifalar tekshiriladi. U yerda bizga ikkichilik kerak emas, chunki bizga hamma badavlat ilm olishni xohlaydigan va u ilmlarni o'zida tatbiq qilib, keyin farzandlariga o'rgatadigan ayollar kerak bizani safimizga. Tak что dangasalar harakat qilmasanglar ham bo'ladi. Oldingi spikerlar, ya'ni mana shu, siz, communityga a'zo bo'lguningizcha biza spikerlar уже dars o'tib boryapmiz va ana shu darslarni ham siz bemalol ko'rishingiz mumkin. Ya'ni 1 yil siz ana shu community, a'zosi bo'lasiz, Xudo xolasa. Так что ana bu, forumda biz sizlar bilan offlayn achom-achom qilib, Xudo xolasa, ko'rishamiz, gaplashamiz va yana zo'r bilimlarni almashamiz, emotsiyalar almashamiz. Balkim o'sha yerda forumga kelganinglarda keyin darslardagi natijalarni aytarsizlar, balkim sahnaga chiqib "Man eng zo'r badavlat ayolman" dersizlar. Ya'ni sahnaga birinchi, boya yozdinglar-ku, zo'r, sizlarga o'xshagan nimalarga chiqmoqchimiz, marralarga chiqmoqchimiz dedinglar-ku. Balkim, ya'ni shunaqa holatlar bo'lar. Sahnada birga nima qilarmiz, mikrofon talasharmiz balkim. Bilet sizlarga tekinga, ya'ni sovg'a qilinadi.